Gitstash va cherry-pick bo'yicha amaliy darsimizni boshlaymiz. Repozitoriyimizda bitta commit amalga oshirilgan ko'rishimiz mumkin va bizada bitta fayl bor. Bu faylga o'zgartirish qilamiz va shu o'zgartirishni stashda saqlashni amalga oshirishga harakat qilamiz. Git status komandasini outputidan ko'rishimiz mumkin. Working tree'da bizada o'zgarish bor. Git stash komandasi orqali ushbu o'zgarishni stashga olib qo'yamiz. Git status komandasini outputini endi ko'radigan bo'lsak, bizada o'zgarish yo'q. Faylimizni kontentidan ham ko'rishimiz mumkinki, qilgan o'zgarishimiz stashga o'tgan. Stashda saqlangan o'zgarishlar ro'yxatini git stash list komandasi orqali ko'rishimiz mumkin. Oxirgi stashga olingan o'zgarishni working tree'ga qaytarib olish va bu o'zgarishni stashdan o'chirib tashlash uchun git stash pop komandasini run qilamiz va git statusdan ko'rishimiz mumkinki, working tree'da o'zgarishlarimiz bor. Faylni kontentini ko'radigan bo'lsak ham, stashga olingan o'zgarishimiz yana qaytib faylga yozilgan. O'zgarishlarni stashga saqlab qo'yish bilan birga, ushbu o'zgarishga bironta message ham qo'shib qo'yishimiz uchun git stash push komandasidan hamda -m optionidan foydalanib message yozamiz. Qachonki biza git stash listni ko'rgan paytimizda, ushbu yozgan messageimiz listda ko'rinib turadi va bu bizaga o'zgarish nima haqida ekanligini bildirishga yordam beradi. Bilamizki, git stash komandasi faqatgina tracked fayllardagi o'zgarishlarni stashga oladi. Untracked fayldagi o'zgarishlarni bo'lsa stashga olmaydi va buni ko'rib chiqish uchun kelinglar bironta yangi fayl yaratamiz va bu git uchun untracked hisoblanadi. Agar biza git stash komandasini run qilganimizda ko'rishimiz mumkin hech qanaqa o'zgarish yo'q degan messajni. Git status komandasidan untracked fayl o'zgarishi borligini working tree'da ko'rishimiz mumkin. Shu vaqtda git stash komandasiga -u optionini qo'shadigan bo'lsak, ushbu untracked fayllarni ham stashga olib beradi. Git stash list komandasidan ko'rishimiz mumkinki, bizning stashimiz saqlandi. Stashlarimiz ko'p bo'lgan paytda ularning orasidan birontasini tanlab, shu o'zgarishni working tree'ga chiqarib olish uchun git stash apply komandasidan foydalanamiz va ushbu stashni id'sini ko'rsatamiz. Bu holatda git ushbu stashdagi o'zgarishlarni olib working tree'ga o'tkazib beradi. Git stash pop komandasidan farqli ravishda git stash apply o'zi olgan apply qilgan o'zgarishlarini stash listdan o'chirib tashlamaydi. Stash listdagi o'zgarishlarni ichidan birontasini o'chirib tashlash uchun git stash drop komandasidan foydalanamiz va o'zgarishni id'sini ko'rsatamiz. Agar hamma o'zgarishlarni o'chirib tashlashimiz kerak bo'lsa, unda git stash clear komandasi orqali stashdagi hamma o'zgarishlarni birdaniga tozalab yuborishimiz mumkin. Git cherry-pick komandasini o'rganish uchun yangi bironta branch yaratib olamiz va ushbu branchga ikkita commit yaratamiz va ushbu commitlarni birontasini master branchga olib o'tishga harakat qilamiz. Git log komandasini outputidan ko'rishimiz mumkinki, bizda hozir ikkita branch bor. Master branchi yangi branchimizdan orqada turibdi va master branchiga agar o'tib, uni git logini ko'radigan bo'lsak, u faqatgina bitta shu o'ziga tegishli bo'lgan commitligini ko'rib turganini guvohi bo'lamiz. Git cherry-pick komandasi orqali ushbu ikkita yangi commitdan faqatgina bittasini master branchga tortib olishga harakat qilamiz. Buning uchun git cherry-pick komandasidan keyin ushbu bizga kerakli bo'lgan commitni hashini ko'rsatamiz va master branchda turib git log komandasini ko'radigan bo'lsak, biz o'zimiz xohlagan commitni tortib oldik va ushbu commitdagi faylni ham ko'rishimiz mumkin.